Bitta do'stingizni noto'g'ri yo'l bilan kasb qilayotganini bildingizmi, uni oshini yeyishlik harom bo'ladi. Nimaga? Chunki u xalqni aldab pulni topib olyapti u. Yo zulm bilan. Bu ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan ish bu ish. Bu jiddiy narsa bu. Sabab Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari bor. Haromdan o'sgan go'sht do'zax o'ti bilan eritiladi deganlar. Ko'chada itdan suyak qarz. Lekin qarasiz bezlarcha yuradi. Uni olib tachiligini ko'ring. Uni yasab olganini ko'ring. Uni tanirovga mashinada yurishini qarang. Ko'chada it oqtar yuribdi uni, suyayim olib bergandi. Lekin xuddi shunaqangi yana o'sha forscha bitta so'zni yana aytaman, o'sha haromxo'r bolalar bilan yana oshiydigan bolalar bor, chetiga men maza qilaman deb. Iminni o'sha ochirida osh qilib beradi, o'sha haromxo'r harom pulidan osh qilib beradi, yana shuni surbetlarcha yeydiganlar bor.